100 kvadrat metrga shunaqa holatda to'p-to'pol qilish necha pulga tushadi? Sizlar videomizga birinchi like tugmachasini bosib qo'yinglar. Sizlarga umumiy usta haqqi material ichida necha pulga tushishini aytib o'tamiz. Biz hozir Farg'onaning Qo'shtepa tumaniga yetib kelganmiz. Bu yerda 160 kvadrat metrga shunaqa holatda to'p-to'pol qilib berishyapti ekan. Mana shu yerda bitta ekan usakamiz. Aka, bu yerda qanaqa sistemada qilib beryapsiz? Bu yerda to'p-to'pol hamda radiatorlik, luchovой sistemada bo'lyapti. Kollektorlarimiz rastadomenli kollektor qo'yilgan. To'p-to'polda hozir kvadrat metri necha puldan usta haqqi bo'ladi? Usta haqi 50 ming so'mdan 1 kvadrat metr. Material necha pulga ketadi to'p-to'polga? Material sifatiga qarab 50 ming so'mdan bosh ko'tarilib olish mumkin. Hozir mana shu 50 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, usta haqqi 50 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, 100 ming so'm, 100 kvadrat metrga 10 million so'm ketadimi shunday? Shunaqa. Kollektordan tashqari 10 million so'm ketadi. Necha pul kollektor bo'ladi? Kollektorli qimmatroq kollektor 4 million 6 million kollektor qilib ketgan mana shu yerga. Ha, demak, 1000 dollarga ham 100 kvadrat metrda shunaqa bitkizsa bo'ladimi aka? Oddiyroq kollektor qo'ysa ham bo'ladi. To'p-to'pollar ulanib sanuzergacha kelibdi. Bu yer qanaqa bo'lgan aka? Bu yerda dush montajlarimiz ham luchovой sistemada bo'lgan. Issiq suv, sovuq suv, resirkulyatsiya kranni ochganingizda issiq suv tushadi. Sovuq suv bo'lib turib kutib qolmaysiz-da? Kutib qolmaysiz. Tushunarli. Aka, vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatasiz. 100 kvadrat metrgacha ham bo'lsa bo'laveradi. 100 kvadrat metrdan ko'proq bo'lsa 50 ming so'mdan kelishtirib beradi. Kelishtirib beramiz.